Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Nyu-Yorkning yangi saylangan meri Bill de Blasio yangi yildan ish boshlaydi. Shunga qaramay, merlik muddati tugayotgan Michael Bloombergning 12 yillik hokimiyati davomida amal qilgan qonun atrofida tortishuvlar hozirdanoq ashaddiy tus olgan. Ikkisining politsiya faoliyatiga doir fikri bir-biriga zid edi. De Blasio vaziyatni o'zgartirmoqchi. Politsiya faoliyatiga o'zgarishlar kiritishni va'da qilgan Bill de Blasio merlikka saylangandan keyin tashkilotlar Nyu-York meriyasi oldida yig'ilib, islohotlarni talab qildi. Faollar va hatto bir federal sudya fikricha, politsiya irq asosida odamlarni kamsityapti. Ishimizni to'xtatmaymiz. Bugun shu yerdamiz, ertaga ham yig'ilamiz. Politsiyaning taqiblari to'xtamaguncha, odamlarni tintib, izza qilish amaliyotiga chek qo'yilmaguncha yig'ilaveramiz. Gap politsiyaning to'xtat va tintuv qil nomini olgan amaliyot haqida ketyapti. Nyu-York politsiyasi ko'chada istagan odamni to'xtatib, yonini tekshirishga haqli. Avgust oyida sudya Shira Shandlin islohotni boshlash haqida qaror chiqardi. Politsiyani sudga berganlarga ko'ra, yuz minglab nyu-yorkliklar, asosan oq tali bo'lmagan yosh erkaklar 2004-2012 yillarda tintuv qilingan. Yonidan na qurol, na kontrabanda topilgach qo'yib yuborilgan. Sudya tekshirsa, ayblovlar asosli chiqqan va amaliyotni to'xtatish haqida ajrim chiqargan. Nyu-York meri Michael Bloomberg va politsiya komissari Raymond Kelly sudya qarorini rad etyapti. Biz odamlarni irqiga qarab ajratmaymiz. Qonun buni man etadi. O'zimizning qonun qoidalarimiz buni taqiqlaydi. Bloomberg esa so'nggi 10 yilda Nyu-Yorkda tintuv hollari ko'paygani rost. Buning oqibatida jinoyatlar soni keskin kamaydi deydi. Sudyaning qarori juda xavfli. U politsiyaning qanday ishlashini tushunmaydi chamasi. Konstitutsiyaga nima zid, nima mos ekanidan xabari bo'lmasa kerak. Sud jarayonida ayrim politsiya zobitlari ularga oyiga kamida 25 odamni to'xtatib, tintuv qilish haqida buyruq berilganini aytgan. O'qishdan keyin uyiga ketayotgan o'smirlarni to'xtatardik, xonadoniga kirib ketayotgan bolalarni, do'konga yo'l olgan bolalarni ham to'xtatganmiz. Apellyatsiya sudi komissiyasi esa sudya Shandlinni betaraf bo'lmagani uchun ishdan chetlatishga qaror qildi va politsiya amaliyotini kuchda qoldirdi. Yangi hisobotga ko'ra 2009-2012 yillarda asosan oq tali bo'lmaganlar to'xtatib tintilgan, lekin jinoyat ko'lami kamagan emas. Shaharning yangi meri Bill de Blasio esa sud qarori qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar yanvarda ishga tushganida politsiyani isloh qilish niyatida ekanini aytmoqda. Nasiba Tohir, Amerika ovozi televideniyasi. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.